Ushbu videoda oxirigacha ko'rganingiz singari Allohim gunohlaringizni oxirigacha kechirib yuborsin. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning imomlari chiqsin, hofizi, Qur'onlar chiqsin. Do'stim, qarang, mana shu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz bugunning o'zida tushingiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rsin. Do'stim, qarang, siz uchun manfaatli reklama qilaman. Arab alifbosini bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, ya'ni kim Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgani kitobimizga e'tibor berasizlar. Nihoyatda katta yozuvlar bilan yozilgan hisobiga ko'z nurlarini to'ldirmaydi. Qolaversa sarg'ish ranglar bilan yozilganiga mutolaa qiluvchilar uchun nihoyatda udobli. Qolaversa Qur'onning tafsiri bor. Undan tashqari hadislar, oyatlardan jamlanma bor. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Nos surasi qachon nozil bo'lgan, qayerda nozil bo'lgan, necha oyatdan iborat to'liq holatda yozilgan. Undan tashqari boshlang'ich muallim soni. Undan tashqari Qur'onimiz arab alifbosi tajvidli holatda yozilgan. Qolaversa ruchkali Qur'onga o'xshab QR kod orqali eshitish tizimiga ega. Kitobimiz shunaqangi boyitilgan. Buni o'qiganingizdan keyin mana qalbingiz ham shunaqangi boyib ketadi, o'zingiz ham mashalloh deb yorasizda. Xuddalik kommentariyada mashalloh deb yozganingiz singari. Do'stim, kitobni xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ma'assalama.